Bu ma'lumotni aniq eshitmagansiz. Dunyodagi eng uzun ko'prik necha kilometrligini bilasizmi? Noto'g'ri eshitmadingiz, metr emas, kilometr dedim va bu naqd 169 kilometrni tashkil qiladi. U oddiy temirdan emas, betondan qurilgan. Danyang Quanshan Grand Bridge Xitoyda joylashgan bo'lib, tezyurar poyezdlar o'tadi, yuklama juda ham katta, shamol, yomg'ir, zilzila xavfi bor. Lekin nima sababdan u yiqilmaydi? Chunki asos sifatli betondan ishlangan. Yana bir misol, Burj Xalifa. Balandligi 828 metr. Shuncha og'irlikni nima ko'tarib turibdi deb o'ylaysiz? Yana o'sha sifatli beton. Agar beton sifatsiz bo'lganda edi, bu bino allaqachon tarixga aylangan bo'lardi. Katta loyiha bo'ladimi yoki kichik uymi farqi yo'q. Qurilishning yuragi bu beton hisoblanadi. Stomaxda ishlab chiqarilgan suyuq betonlar zich, sifatli, mustahkam va albatta sifat nazoratidan o'tgan bo'ladi. Biz osmono'par bino qurmayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin har bir mijozimizning uyi biz uchun Burj Xalifasi darajasida muhim hisoblanadi. Agarda sizga ham mana shunday suyuq beton hamda beton mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Stomax yuqori sifat.